Bismillahirrahmanirrahim. Aziz hurmatli ko'ruvchilar. Shunday ko'rasizlar, biz bugun Azarbog' qishlog'ining eski jumaxonni yo jumaxonni Asbaq masjidiga kelganmiz. Albatta, shu orqadagi masjidni ko'rasizlar, bu Azarbog' qishlog'idagi eski jumaxonni. Albatta, bu qishloqda 35 mingdan ortiq kishilar yashaydi. Shu 35 ming ortiq kishilar yashayotgan joyda bir eski jumaxonlik. Bundan ilgari bu yerga bunday bir jumaxonni yo'q edi. Birinchi jumaxonni shu mahallada, shu qishloqda masjid. Albatta bu masjidda kishilari, puldor kishilari bu yerdan ketgan. O'shaning uchun bu qishloq va bu masjid shuni eskirib qolgan, bu obod bo'lmagan. O'shaning uchun men bu masjidni sizlarga ko'rsatib tasvirga tortaman. Bizni barnomamizda idomasi bor. Albatta mumkin bir kishilar berga bo'lsa, oqsoqollar, ana ulardan musoyiba olamiz. Bu masjidda qancha tarixi bor. Ana sizlarga ko'rsatishga imkon qoyil bo'lamiz. Sog' va salomat Aziz hurmatli ko'ruvchilar, ayni shunday ko'rasizlar. Biz mana shu eski jami yo eski qadimgi jumaxonlikda aholilardan va qavmlardan birisini oldiga keldik. Bu kishidan so'raymiz, bu jami masjid yo eski masjid qanday bir masjid? Bu kishilardan mana shu savollarni qilamiz. Hazrat akam, qaydasiz? Baxayr bo'lsinmi? Xudoga shukr, yaxshimi? Baxayr bo'ling, sog' bo'ling. Birinchidan o'zingizni ma'rifa qiling. Men bir dehqon bachcha, nomim Ahmadxon ismim. Mana shu masjid-i jumaxonni sobiq asboq. Shunga biz yerlikka kirgan odamman. Shu masjidga zindalik qilamiz. Mana shu masjidni qavmlardan, aholilardan. Shu masjidni qavmlaridan, sobiq qavmlaridan, shu hamisha biz shu masjidga qaragan qavmlardan. Yaxshi gap. Bu masjid yoki bu jami qanday bir masjiddi? Bu shunday bir masjiddiki, bu ko'p sobiqdan masjiddi, bu masjidni sobiqdan jumaxonlik bu. Azarbog'ga shu masjiddan ilgari jumaxonlik yo'q edi. Bu sobiq jumaxonlik bilan 50 yil bo'lgan shu masjidni bino bo'lgani. Mashallah, men ko'ramiz, qarang, bir ayni sobiq va eski badiylikka tuzilgan. Bakqani shu sobiqda usalar ko'p yaxshi shu o'z qo'lim bilan va tuzatgan ekan yog'ochlardan. Ammo ko'raman ko'nirib qolgan. Bu nima uchun bu shu choqqa davr tuzilmay qoldi masjidlar? Va boshqa masjidlar ko'raman tuzilib ketgan. Buning girlarini ko'raman ko'p xaroba, shunaqa ba'zi qiyinchiliklari bor. Bu masjid tuzilmagani bidalgidan bu masjid qavmlarimiz erta iqtisoddan zaifdi. Shu shaklga bu masjidga say ko'mak yo'q edi. Mardimda iqtisodiy kuchi yetmagicha edi, masjid shunday janga bo'lmay qoldi. Bu masjid mana shunday hamon masjid, paxta emas, sankarlik qilingan yo'q, sobiqa torpaq shakldan loy bo'lingan. Mana tomchi tomadi, mana ustidan suv pastga keladi, mana shunday gaplari bor. Oyo shunday esos qilasizmi-ki, kelajakda birin puldorlarimiz yo biron muassisa shunday bir masjid tuzatib bersa? İnşallah tuzatib beradi. İnşallah bunday boylar ko'p, inshaalloh bunday puldorlar ko'p, ishkor bu masjidlarga ko'p. İnşallah tuzatib bersa shakl. Salomat bo'ling. Biron payomingiz bormi? İnşallah, teşekkürler sizi telefonunuzdan, şükür özlerinizden. Salomat bo'ling. La ilahe illallah, la ilahe illallah, zikri cümle yaranas, zikri çağır yaranas, zikri ehli. Aziz hurmatli ko'ruvchilar, ayni shunday ko'rasizlar, biz mana shu qavmlarni oldiga biz bu qavmlar maydonga namoz o'qib o'tirishgan ekan, zikr qilishib. Chunki qishloqlarda
imkoniyat yo'q, barq yo'q, masjid ichiga pakat yo'q. O'shaning uchun yozgi kunda yo tobusson kunda havo xeli issiq. O'shaning uchun ular majbur va mukallaf tashqariga yo maydonga namoz o'qisa. Chunki havo ko'p issiq. Mana qavmlar bor, boshqa kishilar bor. Mana bularning ichidan bir tasdan musoyib olamiz. Baxayr bo'lsin aka. Şükür Sog'lik elhamdülillah. bo'lsin. Salomat bo'ling. Bakar. O'zingizni bir ma'rifa qiling. Meni ismim Mehmet Akim deydi. Otamda oti Abdülmuttalib deydi. Mana shu Azerbayjonda yashayman. Masjid-i Jumaxoni Azerbayjonda Mana shu masjidni qavmlardan va aholilardansiz. bali sayib. Yaxshi gap. Bu masjidga qancha qavmlar yashaydi? Film qancha qavm bor? Bu masjidga bir 100 dan yuqori qavm bor. Hammasi zaif. İqtisoddan zaif. Mana shu masjiddagi ko'rasizki masjiddagi xama hech kim jo'rlayolmaydi, iqtisoddan zaif. Ko'rdik, tasvirga tortib ko'rdik. Bu mashallah sobiqa ko'p vaqt chiroyli nimaga tuzalgan ekan, sobiq va eski badiylikka tuzalgan. Lekin ana film nimalar farq qiladi? Ana masjid ko'narib qolgan, meni fikrimcha. Bu qish tarafdan qanday sizlar bunga mushkulot qilmaysizlar? Yomg'ir va qor ko'p yog'sa, bu sizlarga bir muammo, mushkulot topilmaymi? Mushkulat tavladi. Nimaga tavilmaydi? Tavilganing dalili shu plastik jilg'a plastik deymiz, kagillaymiz. Tomchi tomadi, mardum aziyat bo'ladi. Xo'p, bo'lmaydi axir. Masjid ko'narib qolgan 50-60 yil bo'ldi masjid jo'rlanganiga. Xo'p, bundan tashqari, bundan boshqa meni fikrimcha nimalar ham bor. Dasho yo tashnomlarga ham mushkulotlar bor. Toshna dashi yo'q. Girdini devorlari bir xarob, xama. Taqriban bir 2 yer bor masjid sohasi. Mardum iqtisoddan zaif, hech bir yeri puxta emas. Nima uchun shuni qavmlar o'zi tuzatmaydi? Qavmlar ikki tuzatmaydi, iqtisoddan zaif, jo'rlay olmaydi. Imkoniyat yo'q. Imkoniyat yo'q. Agar biran puldor yo biran kishi shunday fikr qilasizmi, shunday bir kishilar biz masjidni tuzatib bersa, shunday fikringizga keladimi? Fikrim ham bunday keladiki, biran puldor bo'lsa, biran muassasa bo'lsa, biran muassasa, xudojo'y odam bo'lsa, kelsa, jo'rlab bersa, qancha savobni ham oladi. Biz ham duo qilamizki, Xudovan xayr, barakat bersin shu odamga deymiz. Salomat bo'ling. Sizni ko'ruvchilarga yo shunday bir tujor puldorlarimizga payomingiz nima desa? Payamimiz shuki, do'st rafiqlar shu disharilarda bo'lsa, maqsad bizga hamkorlik qilsin, biror muassasami, biror boylardanmi, tujordanmi, qanday bo'lsa, maqsad hamkorlik qilsinki, bizni shu masjidimizni jo'rlab bersa, biz qancha xush bo'lamiz, duo qilamiz haqiga. Xudovan barakat bersin, Xudovan sihat, salomat qilsin deymiz. Salomat bo'ling, baxayr bo'ling. Baxayr. Aziz hurmatli ko'ruvchilar, bizni dasturimiz o'z adag'iga yetdi. Ushbu masjiddan sizlarga tasvirga tortdik, sizlarga ko'rsatdik. Umid qilaman, bu barnoma, bu dastur sizlarga yoqqan bo'lsa. To keladigan barnomada sizlarni tinglatolag'a topshiraman. Sog' va omon qolinglar. La ilaha